Bilasizlarmi nima? İnsanlar meni tanishga majbur emas, lekin men 2023-yildan beri blog yuritaman va 2023-yildan beri Telegram kanallari bilan shug'ullanaman. Men bu biznesga kirib kelishni 2023-yilda insonlarga tavsiya qilgandim. Kanal ochinglar, kanal yurg'izinglar deb, lekin ular meni gapimga kirishmagandi. 2024-yil men shunchaki o'z-o'zimdan magazin ochganim yo'q. 2024-yil mashina olganim yo'q yoki bo'lmasam 2025-yilda bo'sh uyda shunchaki kirib video olayotganim yo'q. Hammasi bekordan bekorga kelmaydi. Agarda siz bitta sohaga kirib kelib, uni davomiy bo'ladigan bo'lsangiz, masalan, Telegram kanali biznesiga 2023-yilda kelib, kanallarni yurg'izishni boshlaganingizda 2 yil ichida mojid natijalar sizda ham xuddi shunaqa bo'lishi mumkin edi. Boshlashga hech qachon kech emas. Agarda siz Telegramni noldan o'rganishni xohlasangiz, kanali biznesiga kirib kelib, shunaqa natijalarga erishishni xohlasangiz, men Telegram noldan kursim aynan siz uchun. Bu kursda o'qiydigan har bitta qizga men jarayon hunarligimni sovg'a qilishga ham tayyorman. Kurs haqida batafsil ma'lumotni qo'lga kiritish uchun ushbu video kommentariyasiga plus belgisini qoldiring.